Xolodilniklarimizni mijozlarga berishdan oldingi sinovini ko'rsatib video lavha qilmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, o'zi zavodskoy 0 gradusgacha, lekin biz qo'shimcha miya o'rnatdik va tok ko'rsatadigan datchik o'rnatdik. -12 bo'ldi. Bu eshikning tagidagi o'lchov hisob-kitoblari. Suv quyib qo'ygandik, mana suvlar muzladi, olib ko'rsataman. Xo'p, birinchi polkamiz -15, ikkinchi polkamiz -14, uchinchi polka o'rta qismi -7.4, eng yuqori polkamiz -10. Hammasini sinab ko'rsatib beryapmiz, haqiqiy minus. Xohlasa 0 gradusda ishlatadiganlar uchun mana bu knopkasini borsa, zavodskoy 0 gradusda ishlatadi. -10 ni chekin. Minusda ishlataman desa, yana bir knopkani borsa, yuqori qismida ishlatib beradi. Mana -12. Tok ko'rsatkichlarni ham ko'rib turadi. Mana 230 tokimiz yaxshi ekan. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu havo pudab sovutmaydi. Korpusdan, ya'ni tana qismidan sovutadi. Mana ochib ko'rsataman. Mana bunaqangi. Ichida umuman havo pudashi yo'q. Mana muzlagan suvni ko'rsataman. Muzlab